Saylam ötküzülüp, kelajakdagi yo'nalish haqida qaror beriladigan muhim paytlar yetib kelish oldida shahar-shaharlarda parakatlanishlar ko'rilishga boshladi. Siyosiy yo'llar va mutafakkirlar orasida negizlik bo'linishlar bosh ko'tarishga boshladi. Lekin Rus tarafdorlari utishga moyil bo'lib, ichki jihatdan belgilik yo'nalishlarga, tilga ilingan suhbat sulhlarga qaratib, yetlab ketib boratdi. Bu kishilar deb ruslarni maqtaydi. Sharqiy Turkistonga qilgan qurol-yarog' yordamini ko'ptirib, madhiyalashadi. Aslida xalqning qalbi birli narsaga, vatanimizning ozodligiga, islomning qo'rg'ini oldiga qaytish ustida birlashgan edi. Lekin suhbatlar natijasida berilgan qaror mundaq bo'ldi. Xitoyning G'arbiy Shimol rayonining qo'mondoni Jang Jijong Sharqiy Turkistonning raisligiga tayinlandi. Uningga 3 yordamchi tayinlangan bo'lib, ular Ahmadjon Qasimi, Burhan Shahidi, Liu Mungchen qatorliqlar edi. Bu to'rtaylanning vazifasi kelishimda ma'qullangani bo'yicha saylam elib berish edi. Kishilar bu yordamchilik saylangan 3 kishining ruslarning xolis yordamchilari ekanligi, vijdonlarini shaytonga sotgan qizil pochoq kommunistlar ekanligi haqida kusuldishatdi. Lekin maqsadlik elib berilgan tashviqotlar ularni bu shubhalardan yiroq qilishga tirishatdi. Ularni vatanning ozodligi uchun zo'r tuhfalarni qo'shgan milliy qahramonlar qilib ko'rsatdi. Xalq inqilobining go'zal bir shaklda g'alaba qilishiga yordamchi bo'lgan Sovet qurol-yarog'lariga ega bo'lishda hal qiluvchi rol o'ynaganlarni ta'kidlashni unutmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, vatan xalqi saylamga tayyorlik qilyotdi. Chunki xalqning qarori yanada bek muhim edi. Necha yillardan beri dushmanga o'zini qalqon qilgan vatanning mustaqillik uchun tinim topmay kurash qilgan azmatlarni ahmoq qilaman deyish oson ish emasda. Dal mush vaqtda ruslarning Ili, Altay, Cho'chakdan iborat 3 viloyatni qo'lga kirgizish uchun harakat qilayotganligi xabari keldi. Rais Alixon To'ra umum muxtir e'lon qilib, mundaq dedi: Vatanimizning bir uchun tuprog'ini bermaymiz. 3 viloyatga mudohala qilishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. O'rislarga qaytirib hujum qilishga tayyor bo'linglar. Chekinmay qolsa hujumga o'tamiz. Vatanimiz o'rislarning hiyla-mekar va fitnalariga to'shib ketdi, dedi Osman Batur. Ruslarning to'ymas nafsi haddini bilsa bo'ladi. Butun dunyo urushdan qolgan yaralarni amlash bilan aldirash. Stalin degan tash yurak bo'lsa, rahim qilish deganni bilmaydi, dedi Alixon To'ra javoban. Urush tugdimikin desak, tex tugmabdi. Alixon To'ra Osman Baturga yaqin kelib, Baturum, odamlaringizning yoniga qaytib, tayyor bo'ling, dedi. Siyosiy sohada bo'layotgan ishlardan ko'nglim ba'zi ishlarning yuz beradiganligini to'ydi va ayolimga Cho'lpon, ketadigan vaqt bo'ldi. Urumchiga. Deyishimga bu yerga borg'im yo'q, deb vaqirab ketdi. Aslimlarim meni azoblaydi. Qumulmi o'xshash. Seni va meni parishon qildigan so'z cho'chaklar tarqalgan u yerda. Kashg'arga berishga nima deysansa? Bo'ladi. U yerda o'g'limiz bilan birga yashaysan. Men tog'larga atlanaman. Ochiqlar qaytib keldi. O'rislar cho'qim badal to'yildi. Alixon To'ra oilasi bilan birga raislik qasrida o'ltiradi. Bir kun kechida atrof tep-tinch. Kishilar uylariga qaytishib, kelgusi saylam haqida munozaraga tushgan bo'lib, atrofda hech kim ko'rinmaydi. Tuyuqsiz bir necha qurolliq yosh kommunistlar qo'llarida qurol ko'targan holda o'yliq besib kirdi. Ko'zlari va yurish-turishlari ularning xiyonatini oshkorlab turadi. Kimni izlaysizlar? dedi Alixon To'ra. To'ram, biz bilan mangsizlar. Sizlar mening rais jumhur ekanligimni unutib qoldinglarmi? Bilamiz. Lekin chiroyliqcha biz bilan mangsizlar. Bo'lmasa o'q chiqarishga majburmiz. Shunday qilib Alixon To'ra yo'qib ketdi. Kishilar kusuldishga boshladi. Nimishqa juma xutbasiga chiqmadi. Nimishqa va'd qilishgani bo'yicha o'zi burun yo'l yo'riq bergan qurolli qismlar bilan uchrashib, Xitoylarga qaqshatqich zarbiga o'tmadi. Alixon To'raning qayerga ketganligi haqida har xil so'z-so'zlar tarqadi. Lekin hukumatdan chiqarilgan rasmiy bayonotda uning davolanish uchun Arshonga ketganligini uqtirishdi. Yangi bir dahshat xabar hammamizni hayron qoldirdi. Stalin qo'lga kirgizishni tamaq qilayotgan 3 viloyatdagi Ko'chko'y, Etizariq, zavod fabrikalar hujumga uchrayotdi. Bu yerlarda Rossiyaning hukm surishini xohlamaganlarni bir-birlab yo'q qilib o'tib boradi. 3 viloyatga Turkistonlik mashhur Ahmadjon Qasimiyni rais qilib tayinlaganlik qarori e'lon qilindi. Ruslar Altayni ishg'ol qilish uchun yetib kelgan chaqda Osman Batur odamlari bilan ularni to'sib jang qildi. Urush boshlandi. Ruslar odam kuchi jihatdan xilal afzallikka ega edi.
Şuna Osman Batur Guljining tabiiy istehkamdek mustahkam tog'larining keynida mudofialendi. Bir qatimliq jangdan keyin Mansur Dorg'a aqsab minib kelyotdi. Uning holatini ko'rib ko'zlarimdan yoshlar oqib ketdi va nim bo'lganligini so'radim. Mansur achchiq kulib qo'yib, "Har qatimda yaxshi ko'rgan biror narsamdan ayrilib qolyotaman. Oldingi qatim bilikimdan ayrildim. Ondan yaxshi ko'rgan ayolimdan. Oraliqdagi qisqagina tinchlik mezgilida 6 oyda bir tul ayol bilan uylangan edim. Qaramamsan, uning beshiga kelayotgan kunga. Uning pochiqimga ruslarning o'qi tegdi. Kulkili hiri, mavo qo'limdikismi ular oldin qatim bizga yordam qilib bergan mitiqning o'zi shu. Ko'rmaganni ko'rsan o'lmagining degani shu o'xshaydi" dedi. Asrab o'mideginicha yanama tashlanib o'ltirib, qo'rtilitib suv ichishga boshladi. Bir hafta suvsiz qolgandek chanqab ketgan edi. Ondan pochiqdagi tamiqni yeyishib, lay to'plarni tozalab o'tib, qaytadan mahkam tamom oldi. U petayotgan quyoshning hosil bo'lgan qon ranglik ufqqa qarab, "Har qatim kunning petishiga qarasam, yana bir oxirlashishni, hamma narsaning nihoyatda yo'q bo'lib ketganligini o'ylab qolaman" dedi. Mansur, "Nimishqa buncha ular qayg'ursan?" "Buningki meni mag'lubiyatchi deb chaqirsang bo'ladi" dedi va bir Turkiston xalq naqsiga g'ingshishga boshladi. "Samavarim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi, bir chini chayni ichkicha yarim o'ynab tursaydi. Samavarning soziman, cho'lda uchqan g'oziman. Dushman bilan jang qilib, o'lib ketsam roziman." Men Mansurga chiqishib, "Sening o qirqdan oshgan yaring alla burun she'rini o'qib ketgandi bu chaqda" dedim. U mayslangan holda, "Sana demaganmidim? O'rislar qilurini qildi mana. Mana bu 3 viloyatni bilib oldi. Endi boshqa viloyatlarga yamrayotdi. Qashg'ar va Urumchida ta'sir doirasini kengaytiryotdi. Sovet konsulxonasi kishilarni o'ltirib, bulon-talon qilmoqda. Ha deb odam sotib olmoqda. Ular yig'ivili verib, oltin kumushmi qolmadi. Shunga mol bahsi necha hassa o'rlab ketdi. Ko'ryapsansan, ularning diniy, siyosiy, iqtisodiy va ideologiyalik buzg'unchiliklari yetmagandek oddiy xalqqa shum qo'lini so'zyapti." Biz istikam qurgan joy ba'ayni tabiiy qurgan bo'lib, ruslar bu davandan eshib bizga hujum qila olmaydi. Bizga hujumga avatilgan bir necha atrat rus askarlarining hammasini tarmar qildik. Zamonaviy urush taktikalari bilan partizanlik tajribalarimizni birlashtirib taqobil turatdik. Rus doiralari orqamizdan yolg'on yavoda xabarlarga to'lgan bildirgi va kitoblar tarqatishga boshladi. Hujumlarimizga pisand qilmagandek va ziyon ushurmagandek ko'rinishga tirishadi. Lekin Osman Batur uzun o'tmayla buyuk va qo'rqinchli bir hujum planladi. Qurollangan minglagan kishi Oltoyga qarab atlandik. Rus chivillari va gumashtilari bizdan qo'rqib qetishadi. Shuning bilan Osman Batur ikkinchi qatim shaharni qaytadan qo'lga kirgizgan bo'ldi. Bu kuni Mansur Dorg'a, "Tul qolgan ayolimning taliyi, tasqalda yana bir qatim tul qolg'ili" dedi. Shaharga kirganimizda ro'mol lichak solgan ayollar Osman Batur va bizlarni g'alaba o'langlari bilan kutib oldi. Erlar bar ovozda shuar to'g'lashadi. Bolalarmi nozik ovozlari bilan qahramonlik marishlari o'qiydi. Qachonki zafar qozonsak, vatanimiz shu omon burunqidek shodlikqa cho'madi. Munarlar qayta jonlanib, takbir va azon sadolari to'rt atrofni bir olatdi. Yana bajoyiki Farabi, Biruni, Imom Buxoriy va Ibn Sinolar to'n sarpakiyib, salli yogab bir yoqida jihodimizni olqishlayotgandek, qutlayotgandek qiladi. Shundaq vaqtlarda har doim mushtoyog'i cho'matdim. Yangidan tirilganimizni ko'rib, qalbimda bir rohatlik, bir mag'rurlik his qilatdim va ruhim parlaq kelajak uchun jo'sh uratdi.